Bu kitob juda ham bolani o'ziga jalb qiladigan yoqimli ranglari, rasmlari va kreativ mashg'ulotlari bilan o'ziga jalb qila oladi. Har doimgidek bu bolaning muqovasiga bolani ismi va rasmini qo'yamiz. Shunda bola yana ham kitobga muhabbat qiladi. Ya'ni bu o'zining shaxsiy kitobiga aylanadi. Bu yerda harflarni moslashtiramiz. Bir to'la bola harflar teng o'rganib ketadi. Bola kichkina harf, katta harf, tagida kichkina harf, ustiga katta harfni yopishtiradi. Bu yerda ajoyib mashq ketadi shu yerda. Ya'ni men bu kitobni she'r tariqasida yodlatkizishni tavsiya qilaman. Ya'ni a ayiq, b bodring, d daraxt. Shunaqa qilib yodlatkizib bolaga sizdan she'r tariqa narsa yodlash oson bo'ladi. Keyinchalik duo yoki biror nima yodlatkizmoqchi bo'lsangiz, o'sha sizdan shunaqa usulda yodlashni ko'nikmasini olgan bo'ladi. Shuning uchun shu tariqa yodlatkizganingiz ma'qul. Buni alohida o'zimiz ishlab chiqdik. Bu yerda qolgan nimasi? Bu yerda ham xuddi shunaqa ye yo'lbars, g'oz, she'r qilib. Xo'p, keyingi mavzuyimiz raqamlar. Raqamlarda bola 1 2 3 4 5 da hamma bola yodloladi, lekin 1 deganda bitta narsa, 2 deganda ikkita narsani tushuntirish qiyin. Lekin shunaqa qilib yodlatkizsangiz, o'rgatkizsangiz bola boshidan o'sha matematikani boshlang'ichga kirib keladi. Ya'ni 3 raqamiga 3 ta narsa. 3 deganda ya'ni 3 ta, 4 deganda 4 ta narsani bola tushunish kerak. Bu yoqda yozish uchun sonlar. Bu raqamlarimiz 20 gacha mana. Yozib bolaning eng yaxshi ko'rgan narsasi bu yozib o'chiradigan kitob bo'ladi. Bu yerda ajoyib o'yin tashkil qilingan. To'mrani sarig'ini olamiz. Hop. 4 qo'shilgan 2 tuxum oqini qo'yamiz. Qarang, 4 qo'shilgan 2. Sariqlardan qaysi biri to'g'ri keladi? 6. Shu tariqa bu o'yinni bajaramiz va matematik misollarni qo'shishni o'rganadi bola. Hop, bu yerda davom etib mashqi. Keyingisi ranglardir. Xo'p, bu juda ham murakkab narsa, lekin bolani aqliy rivojlanishini yaxshilaydi. Ya'ni tochkalar orqali chizadi. Bu misol alohida maktablarga boradigan bolalarga yoki tayyorlovlarga juda ham o'rinli o'yin. Shunaqa o'yinlar, har xil o'yinlar, aqliy rivojlanishda sal orqada qolgan bolalar uchun shunaqa har xil o'yinlar beradi, zadaniyalar. Bu yerda shakllar. Bu yerda ham shunaqa o'yin yozib o'chirish uchun. Shaklli soatda soat necha bo'lganini va shakllarini birato'la o'rgatsangiz bo'ladi. Bu yerda xo'p, odobli bolaning odatlari nimalardan iborat? Shuni ruchkalar orqali bolaga o'rgatamiz. Bu yerda yana o'chirib yozadigan mashqlari bor. Kitob ikki taraflama ishlangan. Xo'p. Va bu yerda savol tariqasi. Ona bilan bolani bir-biriga yana ham dars qilish mustahkamlash uchun savol bergan. Odobli bolaning qanday odatlarini bilasiz? Boladan so'raladi va fikr mulohazalarini bayon etishni o'rganadi. Xo'p, bu yerda odobsiz bolaning odatlari. Bolalarga tanbeh bergandan ko'ra mana shunday usullar bilan bir narsani o'rgatish tezroq samara beradi. Va bu yerda ham odobsiz bolaning qanday odatlari borligini boladan so'rab bayon qilinadi. Xo'p, bu yerda bir bolaning kun tartibi umumiy qilib olingan, ya'ni ertalabda turib duosini aytadi, joyini to'g'rilaydi, strelka orqali ketadi. Maktabga boradi yoki bog'chaga boradi. Qaytadi, ovqatlanadi, dars qiladi, ozroq o'rtoqlar bilan o'ynaydi, uylarni tozalaydi va uxlaydi. Yana bunga qo'shimcha tariqa o'zini bolani kun tartibini ham birgalikda aniq qilsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda ikki qo'l bilan chizish mashq qilingan, har xil mashqlar qilingan. Buni juda ham ko'pchilik ota-ona biladi qanaqa mashqligini. Bolaning 2,5 miyasini rivojlantirishga yordam beradi. Ikki qo'l bilan chizadi bola. Hozir bu ham yozib o'chirib ko'p martalik foydalansa bo'ladi. Xo'p, bu yerda shunaqa mashqlar, har xil shakllar berilgan, ikki qo'l bilan chizadi bola. Sevib qil har bir ishingni, shundan topasan sen haqiqiy o'zingni.